Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. O'zini Telegram kanalida Chechenistonning Ahmad maxsus kuchlari qo'mondoni general-leytenant Abdalauddinov Eron uchun jang qilishga tayyor ekanini bildirgan. U Islom Respublikasiga mumkin bo'lgan barcha yordamni berishga va mamlakatni har qanday yo'l bilan qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. General shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari va NATOning boshqa davlatlari so'nggi 4 yil davomida Ukrainaga Rossiya harbiylariga qarshi jang qilish uchun qurol-aslaha yetkazib berayotganini ham tilga olgan. Alaudinovni ta'kidlashicha, agar Rossiya rahbariyati shunday qaror qabul qilsa, aniqrog'i Ahmad guruhini Eronga jo'natishga rozilik bildirsa, u holda qo'shin Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasini Erondagi bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun Eronga borishga 100% tayyor. Unutganlar uchun eslatma: 28 fevral kuni Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil Eronga qarshi harbiy harakatlarni boshlagan. Operatsiyaning asosiy nishonlari sifatida Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi qo'mondonlik obyektlari, aerodromlar, dron uchirish nuqtalari va havo mudofaa vositalari ko'rsatilgan edi. Ammo Qo'shma Shtatlar va Isroil nishonlarni butunlay o'zgartirdi. Eronni Tasnim agentligining axborotiga ko'ra, hozirda Qo'shma Shtatlar va Isroilning birlashgan havo kuchlari Eronning nafaqat harbiy obyektlariga, balki fuqarolik obyektlariga, to'g'rirog'i aholi turar joylariga zarba berib, Tehronni ikkinchi G'azoga aylantirmoqda. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotiga ko'ra, 4-mart kungi Eronga berilgan zarbalar natijasida 300 nafardan ortiq bolalar jarohat olgan. Fojiaviy tomoni shundaki, ularning aksariyat qismi nogironga aylanishi mumkin. Bu esa Isroil bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini Tehronda G'azo ssenariysini aynan o'zini qo'llayotganidan daraklik beradi. Shuning uchun ham Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi ularga javoban Isroilga hamda Amerika Qo'shma Shtatlarini Bahrayn, Qatar, Kuvayt va Iordaniyadagi harbiy bazalariga zarbalar bermoqda. Bundan tashqari Tehron 5-mart kunidan boshlab Isroil tomonga yo'l olgan qanday bo'lishidan qat'iy nazar barcha kemani yo'q qilishga va'da berdi. Aytgancha, Al-Hadat agentligining xabariga ko'ra, Eronni Iroq energetikasiga yo'llagan zarbasidan keyin butun Iroq elektr energiyasidan uzilib qolgan. Dubayda esa vaziyat biroz o'zgacharoq tus olmoqda. Al-Arabiyaga ko'ra, Dubay hukumati o'z fuqarolarini, shuningdek mehmonlarni jiddiy tarzda ogohlantirgan. Mazkur ogohlantirishga ko'ra, agar Dubayda istiqomat qiluvchi fuqaro ijtimoiy tarmoqlarda tekshirilmagan mishmishlar yoki tasdiqlanmagan ma'lumotlarni videolar orqali tarqatsa, u 2 yilgacha qamoq jazosi yoki $50,000 jarima bilan mukofotlanadi. Agar uni mukofot deyish mumkin bo'lsa, albatta. Aniqrog'i, Dubay ma'muriyati turli nuqtada sodir bo'layotgan portlash va bo'y ko'rsatayotgan qora tutunli manzaralarni aholidan ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatmaslikni talab qilmoqda. Endi Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirni G'azo va Livan bo'yicha bildirgan dahshatli fikrlariga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Jerusalem Post agentligining axborotiga ko'ra, Itamar Ben-Gvir o'zini yangi bayonotida Livan haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashgan. Uni aytishicha, Isroil Livanni qayta aholi bilan to'ldiradi va barcha aholi punktlari yahudiylarniki bo'ladi. Arablar esa yo yahudiylarga itoatkor bo'lib ishlaydi yoki ular bu hududdan butunlay haydab chiqariladi. Eslatib o'tamiz, 4-mart kuni Isroil qo'shini quruqlik orqali Livanga kirdi va u yerdan kira solib 90 ta qishloq aholisini mamlakat ichkarisiga evakuatsiya qildi. Itamar Ben-Gvir esa o'sha harakatdan asosiy maqsad nima ekanini butun dunyoga ochiqchasiga bayon qilmoqda.
Endi Qo'shma Shtatlarni Eronga qarshi operatsiyasi uchun sarflayotgan pullari haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting. Financial Times'ning o'rganishlari natijasiga ko'ra, Trump Tehronga hujum buyrug'ini bermasdan oldin Pentagon mintaqaga katta harbiy kuchlarni ko'chirgan. Financial Times bu tayyorgarlikni $630 million ga baholagan. Bundan tashqari operatsiyani boshlang'ich bosqichiga sarflangan umumiy mablag' 1.4 milliard dollardan ortiq. Har kunlik jang harakatlari esa Washingtonga taxminan $800 million ga tushmoqda. Financial Times'ning urg'u berishicha, Qo'shma Shtatlarning samolyot tashuvchi Abraham Lincoln kemasini bir kunlik xarajatlarini o'zi $15 million ni tashkil qiladi. Shunday ekan, bu urush qancha uzoq davom etsa, Oq uy bundan Eron bilan teng yoki undan ham ko'p zarar ko'radi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.